So'nggi yangi yil. Boshida bu video oddiy videoga o'xshab tuyuladi. Lekin bu bolalar bu videosini olishdan oldin qamoqda o'z jazosini o'tashgan. Bittasi uy yoqqani uchun, ikkinchisi o'g'irligi uchun. Qamoqdan chiqib yurtga odamlarni o'ldirgani kelishadi. Yangi yilga yaqin ko'p odamlar uylaridan ketgan bo'ladi, lekin bir oila qolgan bo'ladi. U oila kunduzi sovg'alar olgani shaharga ketishgan bo'ladi va u oilani uyiga kirishadi va ularni kutib, ularni sovg'alarini ko'rishadi. Bu narsani bilgandan keyin video oddiy ko'rinmayaptimi? Ozgina vaqtdan keyin oila keladi va ularni bittama-bitta o'ldirishni boshlaydi. Onasi va buvisini birinchi o'ldirishadi. Oila boshlig'i otasini 2 marta otishadi va uyni yoqib, ikkita katta qizlarini o'zlari bilan olib ketishadi. Qizlar bilan ketayotganda qizlarni amakisi yo'lda ko'rib qoladi. Amakisini tanimaganga olib ketishadi, uni ham o'ldirishmasin deb. Amakisi lekin ularni boylab boradi. Va ishonasizlarmi, o'sha dadasi ham ikkita o'qda ham o'lmagan bo'ladi. Qizlarini orqasidan chiqib politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi va ozgina otishmadan keyin bolalarni ushashadi. Shu videoni olgan Edvardga butun umrlik qamoq jazosini berishadi. Sovg'alarni ochayotgan Vonga esa o'lim jazosini. Bu voqea haqida fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin.